Assalomu alaykum hammaga. Biz mana Vladivostokdan Ufaga qarab ketamiz. Bugun 30-kun sayohatimiz. Bitta zapravkaga kirdik. Shu yerda Farg'onada akalarni ko'rib qoldik. Aka, tinchmisiz, yaxshimisiz? Rahmat, assalomu alaykum. Ismingiz nima? Dilshodbek. Dilshodbek Farg'onadan. Sizniki aka? Assalomu alaykum. Alisher. Alisher. Ha, bular mana shu yerda ko'prik qurishar ekan. Chitadan 300 kilometr uzoqlikda. Necha yildan beri kelib ishlaysizlar? Men endi birinchi yil kelishim, bular 2 yildan beri. 2 yil. Ana hozir zapravkaga kirgandik. Ishlar qanday aka? Charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. Bo'ladi. Farg'onaliklarga nima deysiz? Farg'onaliklarga, shu Tojikistonlik, Dushanbeliklarga hammasiga, xo'jan hammasiga alangali salom. Katta rahmat. Farg'onadan biz o'kuni Elmurod Haqnazarov ko'rib konsertga kirdik. Ko'p videolarga qo'ydik. Yo'q-ku? Ha, Elmurod Haqnazarov Farg'onadan-ku. Shundaymi? Ha. Otabek Muhammad Zohid. Ha, u ham. Bularga endi nima dedi? Bularga endi Farg'ona tanga. Sog' bo'linglar. Ishlaringizga omad hammalari. Rahmat. Bular nafsaki yozib olishsin, keyin